Sog'liq ketadimi? Hamma narsa ketadi. Avval sog'lig'ingizni, keyin esa pulingizni o'ylang azizlar. Assalomu alaykum. Bugungi obyektimizda Yakkasaroyda joylashgan City Mall'dagi 74 kvadrat plus o'ziga kattagina yarasha balkoni bor xonadonni bitta obzor qilib sayohat qilamiz. Sizlarga tushuntirib beraman, kelinglar. Umumiy maydon 74 kvadratni tashkil qiladi. Juda ham katta prostorli tushgan bu xonadonimizga kirishimiz mashitdan boshlanadi. Bu yerda katta stron shkaf, полностью теплый polla qilingan, patologimiz ham 3 metrdan baland. Sanuzlimiz bu yerda. Общий sanuzlimiz bu. Bitta sanuzl joylashgan. Patologlarimiz baland, eshiklarimiz ham juda ham baland. Narxini oxirida aytamayizlar. Bu yerda polniy radiatorda kattasi qo'yilgan. Bu yerda o'tiradigan zona, как zal o'rnida. Bu yerda esa TV zonamiz bor azizlar. Endi oshxonani ko'rib chiqamiz, kelinglar. 74 kvadrat. Bitta katta balkoni bor. 10 etajli g'ishli novostroygan 9-etajda joylashgan. Bu 4 tali o'tiradigan pechenniy stol. Oshxonani kattaligini ko'ryapsizlarmi? Ko'p ikki xonali uylarda bunaqangi oshxona bo'lmaydi azizlar. Sterilga hamma narsa joylashgan, o'zining kattagina bu yerda balkoni bor. Orinchirimiz bu yer Malakolsoy liniyasi, Shotorustovelli ko'cha bir qadam bu yog'ingizda Bratskiy mogila, bu yoz aeroport juda ham yaqin masofada joylashgan. Narxi juda ham zo'r narxda. Shuna qarorga yaqinlab bo'lsa, maksimum tez tarqatib tashinglar. Spalni ko'ryapsizlarmi kattaligini? Agarda xohlasangiz bu spalni mashdan shuni bo'lib ikkita xona qilib olsangiz ham bo'ladi. Spalni gazeta 10 metrdan manimcha kattaroq uzunligi. Spalni xonamiz, televizor, bu yerda oynali zonalarimiz mana bor. Juda ham kompaktni qilib qo'yishgan, konditsionerlar bor azizlar. Azizlar, bu domimiz City Mall'da joylashgan, etalon building asosida qurilgan dom, g'ishli novostroyka, gaz suv svetda muammosi yo'q. Maktab, bog'chaga hamma joyga udobniy lokatsiyada joylashgan, katta yo'l yuzi, aeroportdan bir qadam. Narxi keladigan bo'lsak, srochniy sotilyapti. Juda ham zo'r narxda 115 ming sunnatiga ozgina o'tib beramiz. Shunaqangi katta kvartira qarovga yaqinlar bo'lsa, maksimal tarqatib like bosib qo'yinglar. Yana bitta narsa, bu uyimizni masalan olib arendaga bersangiz ham yaxshi narxga arendaga bersangiz bo'ladi. Atak yosh oilaga juda ham zo'r variant. Xabarlarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib qo'yish, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha omon bo'linglar.